Go'slar bilan shunaqa sochni chiqadigan ikki xil nomi bor danar yoki non kabobi nonlari bilan birga tayyorlaymiz. Ishimizdan nonlarimizga xamir tayyorlab olishdan boshlaymiz. Iliqdan issiqroq sut bilan suvimizni qo'shib, ozgina pista yog' qo'shib yuboramiz. Ketidan tuz va shakar xamir turishini qo'shib, yaxshilab bitta aralashtirib olamiz va oz-ozdan un solib, qo'lga yopishmagan yumshoqqina xamir qilib olamiz. Qorolgan xamirlarimizdan ustini yaxshilab o'rab, oshirishga 1 soatga yuboramiz va orada chaqqonligimizni tutib, ichiga qaylasini ham tayyorlashni boshlaymiz. Qaylasi uchun lahm go'shtimizni yupqa qilib parrelab to'rab olamiz va qizib turgan yog'da orqa oldini yaltirlatib qo'rib olib, bitta katta piyozimizni katta to'ralgan holda sovoramiz. Go'shtimizni mazali chiqishi uchun ozgina ziravorlar qo'shib, yarim piyla suv solib, ustini yopib dimlab qo'yamiz. Bu orada oshirib olgan xamirlarimizga non shaklini berib, ustiga tuxum sariq hamda kunjut sepib, qizib turgan duxovkaga yuboramiz. Va ovqatimizga eng mazali ta'm beradigan tabiiy sous tayyorlaymiz. Pomidor, chestok hamda ko'katlarni blenderdan o'tkazib yuboramiz. Bu orada shunaqa chiroyli bo'lib yaltirab chiqqan nonlarimizdan o'rtasidan bo'lib olib, birinchi sous, keyin go'sht va eng mazali ta'm beradigan piyozlarni qo'shib olamiz. Ishoning, bu eng yumshoq va eng sochli taom bo'ladi. Sizdan buni bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'rib, menga obuna bo'lib qo'ying.